Assalomu alaykum aziz obunachilar, YouTube kanalimizga xush kelibsiz. Bugun bizda yangi kanal tayyor pul ishlaydigan, monetizatsiyasi yongan, holatlari juda zo'r, 24870 ta obunachilik, 28 kun ichida 1,5 mingta odam soni qo'shilayotgan YouTube kanal. Kanalimiz PUBG Mobile sohasida ishlanyapti. Onlayn streamlar olib boriladi, videolar qo'yiladi. Prosmotrlarni ko'rishinglar mumkin do'stlar. Prosmotrlar hammasi svejiy, cho'tki prosmotrlar do'stlar. Montajlariga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Shorts videolariga keladigan bo'lsak, shorts videolarining prosmotrlari. Promo efirlar bo'larmikan kanalda ko'ramiz. Promo efir ham bo'lar ekan do'stlar. Prosmotrlarini qanday ko'rsak bo'lsa, promo efirlar do'stlar, efirga chiqqan payti qanaqa prosmotrlar bo'lgan. Efiri yongan, zo'r kanal ekan do'stlar. Prosmotrlari ham yaxshi bo'lgan ekan. Eng ko'pi shu 13 mingta bo'lgan ekan. 25 fevral 2025 do'stlar, ko'ryapsizlarmi? 15-20 kunlik prosmotrlari translyatsiya promo efirda 13 mingta bo'lyapti. Kanalimizda analitika bo'limiga keladigan bo'lsak, oxirgi 28 kun ichida ko'rishinglar mumkin. 126 mingta prosmotr yiqqan do'stlar. Kunlik prosmotrlari. Soatlar yetgan shu monetizatsiyasi yongan. Obunachilar soni, qo'shilish jarayoni. Kuniga har xil 100 ta, 150 ta, 200 tagacha ham qo'shilgan ekan do'stlar. Doxodlari. Doxodlari sal pastroq ekan do'stlar, to'g'risini aytamiz. Ko'proq shorts videolari, ko'p shorts video qo'yar ekanlarda. Lekin uzun videoga ham prosmotrlar, translyatsiyada ham prosmotrlari zo'r. 2520 ta prosmotr bo'lyapti 48 soat ichida. 24870 ta obunachisi bor. Monetizatsiya ham shu yaqinda yongan bo'lsa kerak. Lifetime qiladigan bo'lsak, kanal ochilgandan beri общий hisobda 2,800,000 prosmotr yiqqan, 36 ming soat bilan monetizatsiyasi yongan, 24900 taga yaqin obunachi va $2.24 pul ishlagan. Kanalimizda hozirda hech qanaqa jalba, strayk, avtorskiy pravo unaqa narsalar yo'q. Kanalimiz tayyor, monetizatsiyasi yongan, pul ishlaydigan kanal. Bemalol kanalda olishinglar mumkin. Hamma narsasi tayyor. Olsalaring o'zimiz nomlaringga AdSense pin kod qolgan narsalarni ham kelishilgan narsalarni qilib beramiz. Bizda yana YouTube bo'yicha xizmatlarimiz bor. Monetizatsiya, AdSense, kanal proverka shunaqa narsalar. Telegram kanallarga obunachi yig'ib beramiz. Bemalol murojaat qilishinglar mumkin. 93 091 56 65. Kimda kim konkretni kanal olmoqchi bo'lsa, summasi qimmatroq bo'lsa, ko'rishib savdo qilish shanasi ham bor, xizmati ham bor. Kanalimiz narxiga keladigan bo'lsak, juda ham arzon. E'tibor beringlar. 24870 ta obunachisi bilan $199 qo'yapmiz. Tayyor monetizatsiyasi yongan, videolari cho'tki, yangi videolik kanal. Kimgadir qiziq bo'lsa telefon qilinglar yoki Telegramda yozinglar, bemalol olishinglar mumkin.